Baho aka narxlarni sindirib yuborgan aka Yilezki mashinalarda. Agar sindiramiz narxlarini, men bahoman, men taniydiganlar biladi. Men qimmatga qo'yib arzon sotishdan qo'rqmayman. Arzondan qo'rqmayman, riskdan qo'rqmayman. Mana shu mashinalar egalari komment yozsin, haqiqatan men shunchaga sotdim, shuncha arzoniga beraveryapti desin. Qarang, mana bundan boshlaymiz. 2090 dollarga beraveramiz. 2090 dollar. Zo'r. 2009. Men boboy kishiniki, rosa akkuratni mingan ekan. 390 dollarga beraveramiz. 390 dollar. Qanday olganman shu boboy o'zi ham yo'qsin. Zo'r. Mana bu tindiq Matiz hech qanaqa deyarli ishi yo'q. Buni 1490 dollarga beraman. Zo'r, gap yo'q. Mana 2001-yilda ishlab chiqarilgan Sons bo'ladi. Bu 1390 dollarga beraveramiz. Mana bu Audi'ni to'g'risi, men to'g'ri aytaman, unaqa darajada, unaqa mashina olib sotmaganman. Unaqa darajada narxim bilinman, lekin tavakkal qilib olganman. Buni kommentga yozsin, hech bir qo'yishimizni. Aytgan narxiga qaysi kommentariya ko'plak yig'sa o'shaning puliga beraveraman. O'shalarni qo'yamiz. Gap yo'q o'rtoqlar, Yilezki mashinalarni olib kelaverasizlar, o'zingizlarning nomingizga Yilezki mashina qilib beramiz, narxlarni sindiramiz.